55 ming so'mdan 70 ming so'mgacha joyiga qarab o'zgaraveradi kvadratiga narxi. 55 ming so'mdan 70 minggacha do'stlar. Uning ichida ular sali nampamdan sho'llardan ashu yaxshigan burchatkadan ko'ra ular xudo xolasa yaxshi chiqyapti. Unda kelganimizda ancha vannalar bor edi, o'zimiz qo'llar bor edi. Eski asfali bor edi bu tomonda. Saqichida muammo bo'lib, saqich oz bo'lib, yaxshi qatimasa yoki bo'lmasam suv to'planib qoladigan bo'lsa, eng asosiysi issiq, eng asosiysi issiq, zarjak emas. Tushunarli. Vatandoshlarga tavsiya qilasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rib turgan barcha vatandoshlarimizga inshaalloh yaqin kunlarda yangi xonadoniga do'stlar, yangi zo'r asfaltlarni bosish nasib qilsin. Hammaga assalomu alaykum, qadrdonlarim. Sizlar bilan yana elga, yurtga, xalqqa foydasi tegadigan videoda yuzma-yuz ko'rish turganimdan juda ham xursandman. Bitta klassni bosib qo'yinglar do'stlar. Video bilan videoni farqi bor. Elga, yurtga, xalqqa manfaat tegadigan videolar ko'tarsak, shuncha o'zimizga yaxshi. Ustaka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? 2025-yilda yoz oylarida uyga asfalt qilish qancha bo'lyapti? Videoni oxirigacha ko'rasizlar, to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Eng qizig'i, siz boshqa davlatda bo'lsanglar ham, o'zi yo'qda ko'zi yo'q bo'lmaydi, muammosi yo'q, narxini kelishilgan holatda uyingizda yo'q bo'lsangiz ham chiroyli qilib ustakalarimiz halol mehnat bilan asfaltlarni chiroyli qilib bosib ketadi. To'g'rimi usta? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudo xohlasa, asfalt bosish xizmati hozirgi kunda faqat vodiyga chiqib berasizmi yoki butun O'zbekistongami? Hozircha Xudo xohlasa endi vodiyga Xudo xohlasa yuribmiz. Andijon, Namangan, Farg'ona muammosi yo'q do'stlar. Qo'qon deysizmi? Aytilgan joyga, aytilgan qishloqqa, aytilgan shaharda xonadoniga farqi yo'q, olib borib chiroyli qilib bosib beramiz. Bosayotgan asfaltingizga aka necha yil garantiya berasiz? Bosayotgan asfaltimizga aka 1 yil garantiya bor. Zavod tomonidan agar asfalt tomonlama muammo bo'ladigan bo'lsa, uqalanib yo yumshoq bo'lib muammo bo'ladigan bo'lsa, 1 yil garantiyasi bor. Hop. O'zimiz tomonidan, ustalar tomonidan ukloniga, suv to'planmasligiga, zasipkalariga xudo xolasa garantiyamiz bor. Eng katta yutuqlardan biri akalarimiz zasipkalarni ham, trambovkalarni ham chiroyli qilib, bordyur qilasizlarmi yoki bruschatkani chekkalarni ham chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha yordam qilgan holatda, shtob o'zidan keyin gap qoldirmaslik uchun ishingizni tekis qilib ketadi. Yaxshilab joylashaverlar, kompot, qorachoy, ko'k choylarni hozir bosilayotgan jarayonni yarmiga kelganmiz deganlar, kunduz sig'ida sizlar uchun mehnat qilyapmiz. Bitta klass bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Kamerani o'zim olaveraman usta. Xo'p, birinchi o'rinda asfaltimiz haqida ma'lumot bering. Qolganlarning asfaltdan nima ustunligi bor? Aka, nima deb maqta olasiz endi o'zingiz asfaltingiz bir qator? Asfalt endi mayinligida xudo xolasa mayin, boshqa joylarda asfaltga qaraganda mayinligi ancha mayin. Saqichlari-chi aka? Saqichlari ham Rossiya bitimida ishlatiladi, xudo xolasa. Ancha yaxshi. Mana do'stlar, ko'raverasizlar asfaltlarimizni. Endi yana bitta narsa, mana akamiz o'zlari. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xonadonda o'zini egasi. Xo'p, ustakalarimiz ish yoqyaptimi aka sizga? A'lo. Zo'r, xudo xolasa zo'r chiqyapti. Sho'r chiqmasa ham bu asfaltlarning asosiysi. Ular sali nampamdan, sho'llardan ashu yaxshigan burchatkadan ko'ra ular xudo xolasa yaxshi chiqyapti. Eng asosiysi issiq, eng asosiysi issiq, zarjak emas. Tushunarli. Vatandoshlarga tavsiya qilasiz? Tavsiya qilaman. Hammalar asfalt bosinglar, xudo xolasa zo'r. Gap yo'q. Mana do'stlar, xonadonda o'zini egalaridan darvozaxonasiga bruschatka bosgan, mana. Mana sho'rlar chiqqan do'stlar. Asfaltdan ham issiq, zakmas do'stlar, xudo xolasa hammasi cho'tki. Xo'p, ustaka hozir bu yer necha kvadrat metr? 125 atrofida. 125 atrofida do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana akamiz chiroyli qilib o'zlari moshina qilib bosyapti aka, katyorlarni yurgizib. Xo'p, birinchi o'rinda bu yerga nima ish qilindi? Shu haqida ma'lumot bering aka, kelsangiz qanaqa holatda edi yer? Birinchi o'rinda kelganimizda ancha vannalar bor edi, qo'llar bor edi. Eski asfalt bor edi bu tomonda. Baland bo'lib ketgan, o'sha baland bo'lib ketgan tomonlarini oldik, asfaltlarni ko'chirib, olib chiqib tashladik. O'rniga shag'aldan, zasipkadan tashab, polni nolini chiqarib turib, mana shu ko'rib turganingizdek, mana shu tayyor holatga olib keldik mana. Ana do'stlar. O'ydim chuqur joylar bo'lgan, tayyor holatga olib kelib, chiroyli qilib tayyorlab, trambovka qilingan, zasipkalarini qilingan, bu chekidagi bordyorlarni ham sizlar qilganmisiz? Bundan tashqari mana shu bordyorni ham o'zimiz bosib berdik, mana chiroyli qilib. Bordyorlarni ham chiroyli qilib o'zlari bosib bergan. Endi bordyorlarga menimcha qo'shimcha pul bersa kerak. Buni alohida nimasi bor? Metri
35 ming so'mdan bosib beramiz. Hammasi xizmat ichi bilan. Hozirgi kunda aka vodiy bo'ylab o'rtacha necha puldan bosib beryapsiz asfaltlarni? Xo'p, vodiy bo'ylab endi joyiga qarab, zasipkasini, trambovkasini shag'al qancha oz ko'p yeyishiga qarab turib narxi o'zgaradi. Xo'p, 55 ming so'mdan 70 ming so'mgacha joyiga qarab o'zgaraveradi kvadratiga narxi. 55 ming so'mdan 70 minggacha do'stlar. Uning ichida usta haqqi, asfalti o'zi, yo'l kirasi hamma yo'q ichida bo'ladi. Hamma yo'q yo'l kirasi ichida. Tushunarli. Do'stlar, murojaat qilasizlar. Andijon, Namangan, Farg'ona muammosi yo'q. Uklonlarni ham do'stlar qaysi tomonga suv oqish kerak, hammasini chiroyli qilib beradi. Mana burchakdan ham bitta sizlarga ko'rsatib qo'yay, qanaqa olingan do'stlar uklonlari. Bir qator o'zingizlar ma'lumot berib qo'yasiz. Mana akalar ko'ringlar bitta tekisligini. Imkon qadar shaffof bo'lish uchun qadrdonlar sizlarga ko'rsatyapman. Ikkilanmasdan bemalol murojaat qilasizlar. Xo'p, 55 mingdan necha pulgacha dedingiz? 70 ming so'm. 70 ming so'mgacha. Necha santimetrda bo'ladi aka? Asfaltning qalinligi katta yo'ldan keyin qoladigani 5 santimetr bo'ladi. Katta yo'ldan keyin qoladigani do'stlar 5 santimetr bo'ladi. Mana muammosi yo'q do'stlar. Undan tashqari 1 yil ichida garantiya beramiz. Qanaqa holatlarga endi garantiya beramiz usta? Xo'p, garantiyasi asfalt agar saqichida muammo bo'lib, saqich oz bo'lib, yaxshi qatimasa yoki bo'lmasam suv to'planib qoladigan bo'lsa, ukloni yaxshi bo'lmagan bo'lsa, shularga garantiya beriladi aka. Ha, do'stlar, bemalol ko'raverasizlar. Aloqaga chiqasizlar. Mana. Eng asosiysi issiq qishda aka, qor erishi oson bo'ladi. Odam bo'lsa yiqilsa ham yumshoqroq tushadi. To'g'ri aytyapsiz. To'g'ri aytyapsiz. Sana do'stlar, haqiqatan ham bruschatka qiladigan bo'lsa, to'g'risi muzlama bo'lib, yosh kattalar ham, yoshlar ham yiqilish foizi ko'tarilib ketadi. Bunda tez erib ketadi qadrdonlar. Xo'p, aka, endi dogovorni qildik siz bilan. Masalan, 100 kvadrat joy bo'lsin, 200 kvadrat joy bo'lsin, oldindan to'lov, zaklat miqdori qancha olinadi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Zaklat biz olmaymiz to'g'risi. Zaklat olmaysiz? Yo'q, zaklat olmaymiz. Zaklat olinmaydi. Telefon qiladi, gaplashamiz, borib joyni ko'ramiz. Misol ertaga yoki indinga kelib bosib berib ketaverasizlar deydigan bo'lsa, borib bosib ketamiz. Borib bosib ketamiz. Bosgandan keyin pulini beradi. Bosgandan keyin pulini beradi. Bosgandan keyin do'stlar pulini ko'rib, tekshirib olinaveradi. Xo'p, hozirroq zinalarni bitta chekalari qanaqa bosilganligi. Hozir u tomonda ish tugadimi pulni aka? Bir ko'rsatsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Endi ko'pchilik so'rashi mumkin, zinani chekalari qanaqa bo'lyapti deganlarga, katta yo'lda qanaqa yurgizyapti deganlarga, o'sha zinani chekalariga ham do'stlar bosadigani bor. Hozir bir qator ko'rsataman sizlarga. Baribir so'rashadi mana do'stlar, chekalarini bir ko'ringlar. Bu tomonlarni ham bir ko'ringlar. Imенно zinani chekasi uchun qadrdonlar mana bunaqangi maxsus mana lapka deyiladi buni. Bitta ko'rsatib bering aka qanaqa qilib bosilishini. Nima deyiladi dedingiz? Lapka. Lapka. Ishib qolgan joylarini mana shu lapkada chiroyli qilib, tekis qilib bosib beramiz. Gap so'z yo'q do'stlar. Bemalol murojaat qilasizlar qadrdonlarim. Nomerlar pastda qoldirilgan. Bola yoqyaptimi ish qilib? Zo'rmi? Ana, tanijonlari sog' bo'lsin deyapti. Bo'laveradi. Mana mikrofonga gapirib qo'ying, o'zingiz ko'rsatmayman. Mana xolamni o'zi ham xursand. Aka, endi Xudo xohlasa Mahmudjon kanaldan chiqsa, o'zingizdan qolar gap yo'q. Har xil odam bor aka, sharoit og'illar bor. Narxlarini chiroyli qilib kelishtirib berasiz usta. Ha, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sharoitlarga qarab, Xudo xohlasa arzon qilib beramiz. Agarda santimetr 7 santimetrligi deydiganlar bo'lsa, asfalt qanchalik qalinroq qildiraman deydigan qadrdonlarimizga narxiga chidasanglar, o'rtada kelishilgan holatda qilib beramiz. Asosiysi do'stlar, necha yildan beri bu ishni ichidasiz usta? Bu yil 4-yil. Bu yil 4-yil ketyapti. Bungacha Xudo xolasa vodiy ichi polni уже bosib chiqqansiz. Ha, vodiy Andijon, Namangan, Qo'qon. Tushunarli. Akalar bemalol murojaat qilasizlar, pastda nomerlar turibdi. Istalgan joyga borib, Andijonmi, Namanganmi, Farg'onagami chiroyli qilib asfaltlarimizni aytilgandek narxlarini kelishtirib, endi Rossiyada yurganlar bor, Koreyada yurganlar bor-da. Siz pasportingizga pul jo'natsa yoki kartingizga pul o'tkazsa, pulni hal qilish muammo emas, to'g'rimi aka? Ha, yo'q, Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Muammo emas, ha? Xudo xolasa do'stlar muammo emas, murojaat qilinglar. Xo'p, obunachilarimizga nima deysiz endi videoni oxirida aka? Obunachilarga nimadir deb asfalt bostiringlar. Xudo xolasa narxini kelishtirib berasiz. Aka, mana shuni ushlab turing endi. Inshaalloh do'stlar, nomerlar pastda turibdi.
Mahmudjon kanalidan desanglar chiroyli qilib beradi. Va yana bitta narsa, akamlar birinchi marta bu ishni qilgani yo'q, aytyapti 4 yil 5 yillik tajribaga ega. Atak bu aka hozir kelib gaplashganimda anchadan beri bosyapmiz. Aka 1 minut. Hozir aka 1 minut. Nomerga telefon qilishdan adashmanglar. Ko'pchilik o'zimga telefon qilib bezovta qilib, nomer pastda yozilgan, qadrdonlar. Ikkilanmasdan telefon qilinglar, vodiy bo'yicha xizmatlarimizni chiroyli qilib beramiz. Mahmudjon kanalidan aka narxini kelishtirib berasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Akalar o'zlari ehtiyot qilinglar. Video bilan videoni farqi bor. Klass bosib Telegram, WhatsApplarda yaqin qarindoshlarga jo'natib qo'yinglar. Vaqtni o'tkazishni umuman kerak yo'q. Hozir pulingiz bormi? Imkoniyatdan foydalanib qo'yinglar. Ertaga nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Balki asfaltning narxi oshib ketar, balki ustakalarning narxi oshib ketar. Shuning uchun bu videomizni qo'llab-quvvatlaymiz degan umiddaman. Ha deb internetda vaqtni mana qilib o'tkazib, qizlarga like deb bosgandan ko'ra, akamga o'xshagan, menga o'xshagan halol yo'l bilan pul topayotganlarga mana bunaqangi xalqqa, yurtga foydasi tegadigan videoni qancha ko'tarsak, shuncha o'zimizga yaxshi. Sabab qo'lida pul bo'lib turib, ko'chaga chiqolmayotganlar bor. Davlat ishchilar vaqti yo'q bo'lganlar bor. O'z yo'q bo'lsalar ham akalarimiz chiroyli qilib, moshina qilib ishlarini bitkazib ketadi. To'g'rimi aka? Sog' bo'linglar. Ko'rishamiz keyingi foydali videoda. Xola sizga ham rahmat.